Umar ibn Hattob quli Aslamdan ketayotgandi, bir devorning oldiga o'tib qolishdi. Bir qiz onasi bilan gaplashib turardi. Ona aytayapti: "Qizim, bugun sut ozroq bo'lib qoldi-da, bu sut sotadi bu ena bola. Ozgina suv qo'shib olmaymizmi?" dedi. Qiz javob beradi. Umar bilan Aslam devorning bu tomonida eshitib turibdi. "Ey onajon" dedi, "Axir Amirul Mo'minin o'zi hamda jarchisi ham e'lon qildi-yu, sutga suv qo'shmanglar deb. Bilib qolsa nima deb javob beramiz?" dedi. "Amirul Mo'minin qayda-yu, biz qayda? Qayerdan bilardi?" Onajon dedi, "Amirul Mo'mininga odamlarning oldida itoat qilib turib, yolg'iz qolganda gunoh qilamizmi?" dedi. "Amirul Mo'minin bilmaydi" dedi. "Umar bilmasa, Umarni Robbimiz ko'rib turibdi-yu" dedi. Bu bahsni Umar eshitdi. Quli Aslamga eshigiga bir alomat qilib qo'ydi, ketishdi. Tong otganda Aslamni Umar ibn Hattob borib, bu xonadondan xabar olib keldi. Qanaqa odamlar ekan? Borib keldida, "Bu tul xotin ekan" dedi. Qizi ham hali yerga tegmagan ekan. Umar ibn Hattob bunday bir gavharni kashf qilganligida shunday bir xursand bo'ldiki, pokiza gavharni o'g'illarni yedi. Kimning yo'li uylab qo'yay dedi. Kimning xotinga ehtiyoji bor dedi. O'g'illari kimga otajon deyishdi. Desa, qatiqchini qiziga. Xalifaning o'g'illari qatiqchini qiziga uylab qo'yay deyapti. Abdurahmon aka ota dedi, "Meni xotinim bor, men kerak emas." Abdulloh aytdi, "Meni ham xotinim bor" dedi. Shunda Umar ibn Hattob o'g'illarni rag'bat qilmayotganini ko'rib g'azabi chiqdi va aytdiki, "Agar senlar uylanishmasang o'zim uylanaman" dedi. Shunda o'g'li Osim, "Men uylanaman" dedi. O'g'li Osimga mana shu qatiqchini qizini olib berdi. Otasi yo'q edi, boy emas edi, nasl nasaba balandmas edi. Uylanmagan ukalar eshitib olinglar. Umar ibn Hattob xalifa bo'lib turib, yer yuzidagi birinchi odam bo'lib turib, qatiqchini qiziga o'g'lini uylashigidan hayo qilmayapti. Chunki ularni xotin olishlikdagi, uylanishlikdagi o'lchovi Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'lchovi edi. Boylik uchun davom etinglar. Nasl nasab uchun, chiroy uchun, yana din uchun deganmidi? Ma 3 tasini surib qo'yapti-da, dini zo'r ekanda dini uylanyapti. Endi qarang natijasi qanaqa bo'ldi. Osim uylandi bu qizga. Bu qiz bitta qiz tug'ib berdi. O'sha qizni bolasi Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhu. Xulofoi Roshidlarning 5-chisi deyiladi bu kishi. Yezini bobosi Umar ibn Hattobdan keyin adolatga to'lg'izgan, nurga to'lg'izgan Umar ibn Abdulaziz qatiqchilik qizidan tug'ilgan zurriyot edi.